Ya hormay usta aka. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Olyapsizmi? Bu ishlaringizni ko'rib juda biz havasimiz kelib, juda chiroyli chiqaryapsiz ishlarni. YouTube'larda Xudo xolasa mana tomoniga soqqa qo'yiladi. Dash u tomonlari ham ancha chalasi bor. Sekin-sekin etab o'qishib ketilyapti. Ko'rsating mana. Xudo ziyoda qilsin. Yonlaridan ham ko'rsating. Hali ba'zi bir nimalarimiz YouTube'dan, Telegramdan, Instagramdan yozib qolishyapti. Tekst chiqadimi deb mana yaqinroq ko'rsatish. Yo'q, biz o'shani ishonch hosil qilish uchun o'zimiz ham mana shu xonadonga tashrif buyurdik. Yo'q, bemalol. Ammo ishlaringizga gap yo'q. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Hunarmand odamning qo'li gul bo'ladi deyshadi. Shu hunaringizga gap so'z yo'q. Buni endi qana nima qilyapsizlar endi? Nimasini aka? Xizmati bu nimalari? Mana bu stoyka deyiladi aka. Boshlanishga qo'yiladi. Stoykamiz aka 300 ming so'm. Donasi, tepasi soqqasidan qo'yib beramiz. Xohlagan o'sha shakldagisini. Mana qarang aka. 1 2 3 4 5. 5 tasi 1 metrga yuradi aka. Bunisi aka 650 ming so'm. Hamma narsasini uy egasi olib beradi. Biz shunaqa chotki qilib ketamiz. Patlazir ishlaymiz. Kачество va konvertich jo'lariga 100% kafolat beramiz. Ammo beton panjara bu o'ta mustahkam nima qilinyapti? To'qish ham qilinmaydi buni. Nimalari qattiq ekan, omma juda mustahkam bo'lar ekan. U panjaradan ko'ra mana shular yaxshi hozir. Eng hali moda bo'lib turgan fason shu fasonda endi usta. Shu piramida. Piramida. Bu soddalashtirib ishlangan, chang ushlamaydi. Kelinlar, qizlar masalan yuvib boshqa qilib yotmaydi. Samigilarni bunga travertin emas, atacento qilinsa, silliq chiroyli turaveradi. Chang yopsa ham misol tushib ketadi. Travertinda ichiga urib beradi-da. Bu modadan qolmaydi, ham skromniy narsa aka. Skromniy, bagatoviy narsa. Shunday aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka. Tashrif uchun rahmat. Xudo xolasa, biz ham Alloh nasib qilsa zakasni beramiz inshaalloh, Xudo xolasa. Ustakalarimiz ijod qilishyaptilar. Ishlarini qarang ishlarini. Mana bu shilangda nimaga qo'yilgan bu? Bu shilangda aka ustanopka qilamiz. Bunga gultuya qo'yamiz, bu yerda qirqib tashlab turib, suvni u tomondan chiqib ketadi. Shu gultuyakka qumni qo'yib turib gul ekishadi-yu. Suv quyishganda mana bu yerlarga zaki berib yubormasligi uchun mana tayyori bor, kelinglar baqa. Alloh ziyoda qilsin. Malades. Mana aka. Bu montaj qilib qo'yilgan holati aka. Tepasiga o'sha gul ekishadi, nima eksa ham aka bemalol mana.